Hurmatli erkaklar, siz ishlatadigan atirni kim olib bergan? Statistik ma'lumotlarga ko'ra, deyarli 50% erkaklar o'zlarining ayollari olib bergan atirni yoki dush gelini ishlatishadi. O'z vaqtida Old Spice brendi aynan mana shu insightdan foydalangan holatda katta bir brendga aylanib olgan. 2010-yilda ular aynan erkaklar uchun mo'ljallangan dush gellari reklamalarida ayollarga murojaat qilishgan. Ushbu hazilomuz reklama o'sha vaqtlarda 3 kun ichida YouTube'da 20 milliondan ortiqroq ko'rilgan. Twitter'dagi obunachilar 2700% ga, Facebook'dagi obunachilar esa 800% ga oshgan. Ushbu reklama chiqqandan keyin yil so'ngigacha esa Old Spice brendi ostida ishlab chiqariladigan dush gellari Amerika bozorida yetakchiga aylanishgan. Bundan xulosa qilish mumkinki, siz mahsulotingizni kim uchunligini emas, balki u kim tomonidan xarid qilinishini e'tiborga olishingiz juda ham muhim. Yordamchilarning maslahatiga quloq solgan holda aytib o'taman, marketing bo'yicha foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying.